Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlar ayrim qo'shimcha to'lovlarni arizasiz ola olmaydi. Ya'ni men pensionerdaman, davlat o'zi bilib hisoblab beradi deb o'ylash ba'zi hollarda katta xatoga olib keladi. Natijada odam o'ziga tegishli bo'lgan pulni oylar davomida, ba'zan yillar davomida olmasligi mumkin. Men bugun sizga qaysi to'lovlar avtomatik berilishi, qaysilari uchun albatta murojaat qilish kerakli, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada pensioner bor. Ota-ona, buva, nogironligi bo'lgan fuqaro yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Qayerga borish, qanday hujjat tayyorlash, arizada nima yozish va qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar odamlarning real pulini saqlab qoladi. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Pensiya tizimida ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Ayrim to'lovlar esa faqat fuqaroning murojaati asosida tayinlanadi. Ko'pchilik aynan mana shu joyda adashadi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, demak hamma imtiyozlar, ustamalar, qo'shimcha pullar ham o'z-o'zidan tushadi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday emas. Oldin ko'plab jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Fuqaro pensiya bo'limiga borar, mehnat daftarchasini, ma'lumotnomalarni, guvohnomalarni ko'rsatardi. Xodim hujjatlarni ko'rib, ayrim hollarda sizga mana bu ustama ham tegishi mumkin, ariza yozing deb aytardi. Lekin hamma joyda ham bunday maslahat berilmagan. Kimdir bilgan, kimdir bilmagan. Natijada bir xil huquqqa ega ikki pensionerdan biri qo'shimcha to'lov olgan, ikkinchisi esa olmagan. Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi albatta. Ish staji, ish haqi, nogironlik, ayrim davlat xizmatlari, fuqarolik holati bo'yicha ma'lumotlar bazardan olinadi. Lekin elektron tizim borligi hamma narsa avtomatik bo'ladi degani emas. Chunki qonunchilikda ayrim qo'shimcha to'lovlar uchun fuqaroning o'zi murojaat qilishi shart qilib belgilangan bo'lishi mumkin. Davlat organi sizning holatingizni bilishi mumkin, lekin sizning arizangiz bo'lmasa, to'lovni tayinlashga asos yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, pensioner qarovga muhtoj bo'lishi mumkin. U yolg'iz yashashi mumkin. Uning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lishi mumkin. U ilgari alohida sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Unga biror ustama, kompensatsiya, nafaqa yoki qo'shimcha yordam tegishi mumkin. Lekin buning uchun mening holatim mana shunday. Menga tegishli to'lovni tayinlab berishingizni so'rayman degan mazmunda ariza kerak bo'ladi. Shuning uchun men bugun aynan shu gapni ta'kidlayman. Pensioner o'z huquqini bilmasa, unga tegishli pul tizimida ko'rinmay qolishi mumkin. Bu pul kimdandir tortib olinmaydi. Lekin siz murojaat qilmaguningizcha cho'ntagingizga ham kelmaydi. Endi masalani guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi navbatda qo'shimcha to'lov deganda faqat pensiyaning oshirilishini tushunmaslik kerak. Qo'shimcha to'lov deganda ustama, kompensatsiya, parvarish puli, alohida toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha yordam, qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha, ayrim kommunal yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash pullari ham tushunilishi mumkin. Nomlari hududga, toifa va qonunchilikka qarab farq qilishi mumkin. Muhimi, ularning hammasi ham avtomatik tushavermaydi. Birinchi xavotir olish kerak bo'lganlar, yangi pensiyaga chiqqan fuqarolar. Odam pensiyaga chiqqanda odatda asosiy pensiya miqdori hisoblanadi. Lekin u kishi mening yana qanday huquqlarim bor deb so'ramasa, ba'zi ustamalar e'tibordan chetda qolishi mumkin. Masalan, fuqaro 6 yoshga to'ldi, pensiya tayinlandi. Uning 35 yillik ish staji bor, ayrim yillarda zararli sharoitda ishlagan, lekin bu haqdagi ma'lumot to'liq kiritilmagan. Agar u hammasi o'zi bo'ladi deb uyda o'tirsa, asosiy pensiyani oladi. Lekin ayrim qo'shimcha hisob-kitoblar kechikishi mumkin. Ikkinchi xavotir olish kerak bo'lganlar nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yangi xulosa bergan bo'lishi mumkin. Parvarish zarurati paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar bunday holatlarda ariza va hujjatlar topshirilmasa, qo'shimcha to'lov o'z vaqtida tayinlanmasligi mumkin. Masalan, bir pensionerlar ikki guruh nogiron bo'lib pensiya olib yuradi. Keyin sog'lig'i og'irlashib guruh nogironlik belgilanadi. Bu holatda unga pensiya miqdori yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar bo'yicha huquq paydo bo'lishi mumkin. Lekin u buni pensiya organiga xabar qilmasa, tizim ma'lumotni kechroq olishi
yoki to'lov keyinga surilishi mumkin. Uchinchi guruh yolg'iz yashovchi pensionerlar. Ko'pincha yoshi katta odamlar farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lgani uchun yolg'iz yashaydi. Ba'zi hududiy dasturlarda yoki ijtimoiy yordam tartiblarida yolg'iz pensionerlar uchun qo'shimcha yordamlar bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun mahalla, tuman ijtimoiy xizmatlari yoki pensiya organlariga murojaat kerak bo'ladi. Mening uyimga kelib o'zi aniqlashadi deb kutish to'g'ri emas. Ha, ayrim xizmatlar monitoring qiladi, lekin sizning arizangiz jarayonini tezlashtiradi va huquqingizni mustahkamlaydi. 4-guruh. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor pensionerlar. Masalan, pensioner ota o'zining nogiron farzandini boqadi yoki pensioner ayolning qaramog'ida voyaga yetmagan nabirasi bor. Yoki boquvchisini yo'qotgan oila tarkibida pensiya oluvchi shaxs bor. Bunday holatlarda qaramog'idagi shaxslar bo'yicha qo'shimcha hisob-kitoblar yoki alohida to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin buni isbotlash uchun hujjat kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, oila tarkibi, vasiylik yoki homiylik hujjatlari, boquvchining vafoti haqidagi guvohnoma va boshqa hujjatlar. 5-guruh. Ishlayotgan pensionerlar va ishlashni to'xtatgan pensionerlar. Ayrim odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Keyin ishdan bo'shaydi, ishlagan davri. Sug'urta badallari yoki rasmiy ish haqi bo'yicha qayta hisob-kitob qilish kerak bo'lishi mumkin. Bu ham ko'p hollarda murojaat talab qiladi. Masalan, pensioner 30 yil davomida rasmiy ishladi, keyin ishdan bo'shadi. U shu 3 yilim pensiyaga avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash uchun ariza, mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlar va tizimdagi yozuvlarni tekshirtirish kerak bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi Olsi mintaqasi yoshli pensioner ayol 1.200.000 so'm pensiya oladi deb tasavvur qilaylik. U yolg'iz yashaydi, farzandlari Rossiyada, sog'lig'i yomonlashgan, doimiy dori-darmon oladi. Mahalladagi qo'shnisi unga siz yolg'iz pensioner sifatida ijtimoiy yordamga murojaat qiling deydi. Ayol avvaliga pensiyam bor-ku, menga bermasa kerak deb o'ylaydi. Keyin mahallaga borib, holatini tushuntiradi, ariza yozadi. Tibbiy hujjatlarini, pasportini, pensiya ma'lumotini topshiradi. Tekshiruvdan keyin unga bir martalik yordam yoki ayrim turdagi qo'llab-quvvatlash belgilanishi mumkin. Agar u ariza yozmaganda bu yordamdan bexabar qolardi. Ikkinchi misol. 63 yoshli erkak pensioner pensiyaga chiqqandan keyin qo'riqchi bo'lib ishlagan. U 2 yil davomida rasmiy ish haqi olgan, keyin sog'lig'i sabab ishdan ketgan. U har oy pensiyasini olib yuradi. Lekin ishlagan davri pensiyasiga ta'sir qiladimi deb so'ramaydi. Oradan 1 yil o'tgach, tanishi pensiyangizni qayta hisoblatdingizmi deb so'raydi. U pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi, ariza yozadi. Ma'lum bo'ladiki, ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Agar qayta hisob natijasida pensiyasi, masalan, oyiga 80.000 so'mga oshsa, 1 yilda bu 96.000 so'm bo'ladi. 3 yilda esa deyarli 3 million so'mga yaqin farq paydo bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Kichik raqam ham uzoq muddatda katta pulga aylanadi. 3-misol. Bir buvaning nogironligi bo'lgan voyaga yetgan farzandi bor. Buva pensiya oladi, farzand ham alohida nafaqa olishi mumkin. Lekin ularning oilaviy holati, parvarish masalasi, qaramog'idagi shaxs holati bo'yicha qo'shimcha yordamlar bor yo'qligi tekshirilmagan. Bunday vaziyatda faqat men pensiyamni olyapman deyish yetarli emas. Mahalla ijtimoiy xizmat organi, pensiya jamg'armasi va tibbiy komissiya hujjatlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bitta ma'lumot yetishmasa ham to'lov tayinlanmay qolishi mumkin. 4-misol. Pensioner ayolning eri vafot etadi. O'z pensiyasini olib yuradi. Lekin eri ilgari yugurib ish haqi bilan ishlagan, uzoq stajga ega bo'lgan. Ayrim holatlarda beva qolgan shaxs boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yoki boshqa tartibda qayta ko'rib chiqish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu avtomatik tarzda har doim ham amalga oshmaydi. Ayol ariza bilan murojaat qilib, mening hozirgi pensiyam va erim bo'yicha mavjud huquqlarimni solishtirib, qaysi biri manfaatli ekanini tushuntirib bering deb so'rash kerak. Ba'zan odamlar shuni bilmagani uchun o'zlariga qulayroq variantni tanlamay yurishadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ariza berilgan sana juda muhim. Ko'p to'lovlar aynan ariza bergan kundan boshlab yoki arizadan keyingi oyning ma'lum sanasidan boshlab tayinlanadi. Sizda huquq 2023 yilda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin siz 2025 yilda murojaat qilsangiz, hamma pulni 2023 yildan boshlab qaytarib berishmaydi.
qonunchilikda orqaga qaytarib to'lash bo'yicha alohida cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun kechikish eng katta zarar. Masalan, sizga oyiga 1,7 million so'm qo'shimcha to'lov tegishi mumkin edi. Siz 10 oy murojaat qilmay yurdingiz. Bu 1 million 500 ming so'm degani. Agar to'lov faqat ariza berilgan sanadan tayinlansa, o'sha 10 oylik pulni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, huquq paydo bo'lganini eshitdingizmi? Ertaga emas, imkon qadar tezroq murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki so'z yetarli emas. Menga shunday deyishdi. Mahalladagilar biladi. Xodim ko'rib qo'yaman dedi. Degan gaplar huquqiy kafolat bermaydi. Ariza yozilishi qabul qilingani haqida belgi bo'lishi yoki elektron ro'yxatdan o'tishi kerak. Agar hujjatingiz qabul qilingan bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Dalil bo'lmasa keyin men murojaat qilgan edim deb isbotlash qiyin. Uchinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta xato ham pulingizni kechiktiradi. Familiya noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana mos kelmaydi. Pasport ma'lumotlari eski, nikoh yoki vafot guvohnomasida harf xatosi bor, mehnat daftarchasidagi yozuv o'qilmaydi. Mana shunday mayda ko'ringan narsalar to'lovni to'xtatib qo'yishi yoki tekshiruvni cho'zishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta odamlarning eski hujjatlarida kiril va lotin yozuvi, familiya qo'shimchalari, otasining ismi bo'yicha farqlar uchrab turadi. Buni oldindan tekshirib zarur bo'lsa, FHDYO yoki arxiv orqali tuzatish kerak. 4-nozik jihat, hamma qo'shimcha to'lov ham bir xil joydan berilmaydi. Ba'zisi pensiya jamg'armasi orqali, ba'zisi mahalla orqali, ba'zisi tuman ijtimoiy xizmatlar bo'limi orqali, ba'zisi bandlik yoki tibbiyot tizimi orqali. Ba'zisi esa mahalliy hokimlik qarori asosida berilishi mumkin. Shuning uchun bitta joyga borib, yo'q ekan degan javobni eshitib, to'xtab qolmang. To'lov turi qaysi idoraga tegishli ekanini aniqlash kerak. 5-nozik jihat. Pensionerning daromadi va oila tarkibi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ayrim yordamlar hamma pensionerga emas, ehtiyojmand deb topilganlarga beriladi. Bunda uyda kim yashashi, farzandlarning daromadi, pensionerning boshqa daromadi, mol-mulki nogironlik holati, davolanish xarajatlari hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olaman degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningizning holati boshqacha bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar ayrim to'lovlarda boshqacha tartibga tushishi mumkin. Masalan, ayrim kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordamlar faqat ishlamaydigan pensionerlarga berilishi ehtimoli bor. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, buni yashirmang. Yashirilgan ma'lumot keyin aniqlansa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu esa pensioner uchun og'ir yuk bo'ladi. 7-nozik jihat, bank kartasi, hisob raqami va yashash manzili dolzarb bo'lishi kerak. Ba'zi pensionerlar eski manzilda ro'yxatda turadi, o'zi boshqa joyda yashaydi. Telefon raqami almashtirilgan bo'ladi. Bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Natijada xabarnoma kelmaydi, to'lov qaytadi yoki jarayon cho'ziladi. Shuning uchun pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlaringizni yangilab turing. Endi eng kerakli qism. Nima qilish kerak? Men sizga oddiy va aniq reja beraman. Birinchi qadam, o'z holatingizni yozib chiqing. Qog'ozga quyidagilarni yozing. Yoshingiz, pensiya turi, hozir olayotgan pensiya miqdori, nogironlik bormi, yo'qmi, yolg'iz yashaysizmi, qaramog'ingizda kim bor, ishlaysizmi yoki ishlamaysizmi, oxirgi marta qachon pensiya qayta hisoblangan, sog'lig'ingiz bo'yicha parvarishga ehtiyoj bormi? Bu ro'yxat sizga idoraga borganda gapni aniq tushuntirishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta yoki hisob raqami, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha xulosa bo'lsa, uning nusxasi, nikoh guvohnomasi, vafot guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar, tibbiy ma'lumotnomalar, mahalladan oila tarkibi yoki yashash holati bo'yicha ma'lumot. 3-qadam, eng avvalo yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda mening pensiyam bo'yicha barcha ustamalar, qayta hisoblash imkoniyatlari va qo'shimcha to'lovlar tekshirilsin deb ariza yozing. Arizada umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqib, amaldagi qonunchilikka muvofiq menga tegishli bo'lgan ustama, qo'shimcha to'lov va qayta hisoblash huquqlarini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar aniq holat bo'lsa, uni qo'shing. Men guruh nogironman. Mening qaramog'imda nogiron farzandim bor.
Men pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlaganman. Turmush o'rtog'im vafot etgan. 4-qadam arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Agar qog'ozda topshirsangiz, 2-nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami, mas'ul xodim imzosi yoki shtamp qo'yilishini so'rang. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Chunki keyin javob kechiksa, aynan shu raqam bilan so'rov berasiz. 5-qadam. Mahallaga ham murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, davolanish xarajatlari ko'p bo'lgan pensionerlar mahalla orqali ijtimoiy yordam masalasini ko'tarsin. Mahallada mening ijtimoiy holatimni o'rganib, mavjud yordam turlari bo'yicha amaliy yordam berishingizni so'rayman deb ariza yozish mumkin. Agar faqat og'zaki aytsangiz, masala cho'zilishi mumkin. Yozma ariza bo'lsa, javob berish majburiyati paydo bo'ladi. 6-qadam. Tibbiy holatingiz o'zgargan bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik, doimiy davolanish zarurati kabi holatlar tibbiy hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Pensionerning men qiynalyapman degani insoniy jihatdan tushunarli. Lekin to'lov tayinlash uchun hujjat kerak. Poliklinika, oilaviy shifokor, ixtisoslashgan shifokor va tibbiy komissiya hujjatlarni tartibga keltiring. 7-qadam. Rad javobi olsangiz, sababini yozma so'rang. Ko'pchilik rad javobidan keyin uyga qaytib ketadi. Bu noto'g'ri. Agar sizga tegmaydi deyishsa, iltimos, qaysi qonun yoki tartib asosida tegmasligini yozma javobda ko'rsating deb so'rang. Ba'zida xodim og'zaki noto'g'ri tushuntirgan bo'lishi mumkin. Yozma javob esa keyingi bosqichda shikoyat qilish yoki qayta murojaat qilish uchun asos bo'ladi. 8-qadam. Hujjatlaringizni farzandlaringiz bilan birga tekshiring. Yoshi katta insonlar ba'zan murakkab tartiblarni tushunmay qolishi mumkin. Farzandlar, nabiralar, yaqin qarindoshlar yordam bersin. Agar pensionerning ko'zi yaxshi ko'rmasa, eshitishi qiyin bo'lsa yoki yurishi og'ir bo'lsa, uni yolg'iz yubormang. Chunki idorada berilgan savollarga aniq javob berish kerak bo'ladi. 9-qadam. Har yili kamida bir marta pensiya huquqlaringizni tekshirtiring. Qonunchilik o'zgaradi, minimal miqdorlar o'zgaradi. Ijtimoiy dasturlar yangilanadi. Kecha tegmagan narsa bugun tegishi mumkin. Bugun ariza talab qilgan narsa ertaga elektronlashishi mumkin. Shuning uchun men 10 yildan beri pensiya olyapman. Endi hech narsa o'zgarmaydi demang. 10-qadam. Boshqalarning gapiga emas, rasmiy javobga tayaning. Qo'shni, qarindosh, tanish, ijtimoiy tarmoqdagi izohlar foydali bo'lishi mumkin, lekin yakuniy qaror rasmiy idora tomonidan beriladi. Shuning uchun eshitgan ma'lumotingizni tekshiring. Agar biror yangi to'lov haqida eshitsangiz, bu menga ham tegadimi deb rasmiy murojaat qiling. Yana bir muhim maslahat. Arizani iloji boricha aniq va hurmat bilan yozing. Idora xodimi ham hujjatga qarab ishlaydi. Arizada hissiyot, janjal, ayblovlar emas, faktlar bo'lishi kerak. Masalan, men falon yildan beri pensiya olaman. Falon sanadan boshlab nogironlik guruhim o'zgardi. Mening qaramog'imda falon shaxs bor. Shu holatlardan kelib chiqib, menga tegishli qo'shimcha to'lovlarni aniqlab, tayinlab berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza tushunarli bo'ladi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasini ham ko'rib chiqish mumkin. Farzandi yoki yaqin qarindoshi notarial ishonchnoma asosida ayrim hujjatlarni topshirishi, javoblarni olishi mumkin. Lekin har bir xizmatning o'z tartibi bor. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki rasmiy manbadan aniqlab oling. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi asosiy xulosa bitta. Pensioner bo'lishning o'zi hamma qo'shimcha to'lovlar avtomatik tushadi degani emas. Ayrim ustama, yordam, kompensatsiya yoki qayta hisoblashlar uchun albatta ariza berish kerak. Ariza berilmasa, pul tayinlanmay qolishi mumkin. Eng achinarlisi, odam o'ziga tegishli mablag'ni bilmagani uchun olmay yurishi mumkin. Shuning uchun bugun ota-onangiz, buvalaringiz, qo'shningiz yoki tanishingiz pensioner bo'lsa, ularning holatini tekshirib ko'ring. Nogironlik bormi? Yolg'iz yashaydimi? Qaramog'ida kimdir bormi? Pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmi? Turmush o'rtog'i vafot etganmi? Hujjatlarda xatolar yo'qmi? Oxirgi marta pensiyasi qachon qayta ko'rilgan? Mana shu savollar ko'p narsani ochib beradi. Agar sizga bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz qo'shimcha to'lov uchun ariza berib ko'rganmisiz? Qanday javob olgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta ariza ba'zan bir oilaning oyma-oy daromadini sezilarli darajada oshirishi mumkin.